Kacholga yaxshilab e'tibor qilamiz. Ovoziga yeng kachol, 1 yillik kachol. Shunga o'xshash muammolar bo'lmasligi uchun обратный filtrni vaqti-vaqtida tozalab turish kerak. Buni uy egalari ham bemalol tozalasa bo'ladi. Sistemani ham suviga bir qarab qo'yish kerak. Agar og'irlashib, nakiblar, shunga o'xshagan narsalar yig'ilib ketadigan bo'lsa, sirkulyatsiyaning nasos har doim mana hozir nasosni almashtirmaymiz, rotorini almashtiramiz. Uy egasiga ham bunaqa qimmatga tushmaydi. Vaqtida sirkulyatsiya ham yaxshi bo'ladi, issiq suvlarni ham yaxshi beradi. Ovoziga ahamiyat beramiz. Gapirib. Mana nasos almashmadi, faqat mana shu rotor almashdi. Har doim ham nasos almashtirish keragi ham yo'q, lishniy расход. Shu ichidagi rotorni almashtirib oladigan bo'lsa, bo'ldi, uzoq yil yana xizmat qilaveradi. Faqat обратный filtriga mana shu tozalab vaqtida shu 6 oy, 7 oyda bir marta tozalab tursa yaxshi.